Keyin siz hozir Aurika oldingiz-ku, o'shani Golden Iris aka, bu deyarli hozir Toshkentda topishingiz qiyin. Golden Iris degan. Bularga shlef berganda real mazalni ham setdim, такой rus yitga deyapti-da, kim nima narsa qo'ygan. Bu sladki deyapti-da. Bularga shlef stoyks bo'yicha aka real aytaman. Yorib boradi. Qara zo'r. Stoyks ko'rding? Ketib stoytmi? Boshqa? Mana aka bu реальный эксклюзивный atribut, blond amber. Aurika вообще такой, оно именно оно boylanaki deb bo'ladi-yu. Ikkita Aurika. Aha. Mana bu Aurika. Americano, kofe. Yo'q, maycha kofe. İçmisizmi? Xo'p, bu Aurika, to'g'rimi? Bu Aurika ekan. Bitta buni ham hozir sinab ko'rasiz, Aurika. Voy. Buni ana вечерний jo'rda qimmat вечеринкada qimmat hayot bo'ladi-ya unaqa. Odam qanday o'ziga qaratadigan atirda u. Voy. Juda anaqa ekan, вообще allambalo atir. Unaqa hammasiga o'xshamaydigandan-deb ana bir xillarda trend bo'ladi-yu, hammada bir xil, hamma chiqaradi. Bu umuman boshqacha. Bu ham o'zi angliyskidir, to'g'rimi? Mana sizga o'xshagan odamlar mana shunaqa atirlarni ko'proq xohlaydi-da. Voy. Bittasini точно xotin olib ketadi. Ikkinchisini o'zim sepaman.